أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Sabahdaşlar biz aldığımız saatlik dersimizdenki kiriş sözü süpüsüde usul fıkhınınki payda oluş ahvali ve tarihi biz ötken jarayan ve kitabımızdaki umumi ramkisi hakkında kısaca to'xtalib o'tgan to'q. Bugungi darsimizda darsni boshlaymiz kitabımızdan o'zidan. Darsni boshlashdan ilgari biz oldingi soat so'zlangan mazmunlarni, ya'ni kitobning umumi ramkisini qisqagina davatgandan keyin an darsning muqaddima qismidan boshlaymiz. Biz oldingi soat deb o'tganimizdek bizning bu kitobimiz 4 cho'ng bir mazmunga bo'lingan bir muqaddima 4 cho'ng mazmun. Yani muqaddimada biz usul fiqhning ta'rifoti, fiqh bilan usul fiqhning o'tiridagi selishtirma, undan keyin fiqh bilan usul fiqhning temisi, fiqh usul fiqhni o'rganishdan maqsad va buning qisqacha taraqqiyot paydo bo'lish ahvoli to'g'riliq qisqacha so'zlab o'tamiz. Muqaddimada shu mazmunlar so'zlanadi. Garchi biz oldingi soatlik darsimizda usul fiqhning o'zini ta'rif qilmadik. Fiqhni ta'rif qilmadik, lekin usul fiqhning asli yiltizininki payg'ambar alayhisalom kelgan tuju vahidan boshlanibla Qur'on hadislardagi o'tiriq qo'yilgan ahkomlarni baliqini so'zlab o'tish orqali qadam bosqichda usul fiqh to'g'riliq yushuruncha bir xil hukmlarni ba'd deb o'ylayman. Undan keyin kitobimizning 4 qismining birinchi qismida al-adilla ash-shar'iyya, ya'ni shariatdagi ahkomlar shundan qanday qilingan ilinadigan ahkamlarning asosiy ahkam va ergashma ahkam qatorliq masalalar so'zlanadi. İkinci qismida al-ahkam ash-shar'iyya, ya'ni oldingi birinchi qism so'zlangan al-adilla ash-shar'iyyadan ilinadigan ahkamlar haqida so'zlanadi. Ahkamninki turlari va qaysi turi bo'lsin. Undan keyin uchinchi qismda qavoid usuliyya lug'aviyya, ya'ni arab tilidan ilinadigan Qur'on va hadislardan mazmun olishga munosabatlik til qoidalari, til prinsiplari, til uslublari qatorliq masalalar so'zlanadi. 4-qismda qavoid usuliyya tashri'iyya, ya'ni mushu fanning asosiy ruhiy mag'iz bo'lgan, mujtahidning asosiy prinsiplari ko'rsatiladigan, mujtahid degan kim, qanday odamning mujtahidlik salohiyati bor, qanday urullarda ijtihod qilinadi, qanday urullarda ijtihod qilinmaydi, shariatning umumiy ruhiy maqsadi nima, ahkomlar qaysi nuqtada turib suziladi degandek ma'no nuqtalar so'zlanadigan qavoid usuliyya tashri'iyya deb jami 4 qismga bo'lgan to'q. Undan keyin kitobimizning birinchi qismida biz al-adilla ash-shar'iyyani 10 turlik manbaga taqsim qilgan. Al-Qur'on, as-sunnah, ma'ishkisi muttafaqun alayh dalil. Al-qiyas, al-ijma'. Ama ahli sunni doirasida ma 4 muttafaqun alayh deb qaralsa bo'ladi. Bu to'g'risida har xil ko'z qarashlar bor har holda. Undan keyin al-istihsan, maslaha mursala, al-istishab, madhhab as-sahabi, shar'u man qablana, al-urf qatorliq jami 6 dalil. 4 boshqa 6 jami 10 turlik dalil adilla ash-shar'iyyada so'zlanadi. Endi biz kitobimizning umumiy ramkasini shu holatda tushungandan keyin kitobimizning o'zini boshlaymiz. Ya'ni muqaddimada biz usul fiqhning ta'rifoti o'tirib surishtirma haqida so'zlaymiz emasmi? Ya'ni avtor davatida muqaddima fi muwazanati 'amma bayna ilm al-fiqh va ilm usul al-fiqh min haythu at-ta'rif bi kull minhuma wa bayan mawdu'ihi ve gayetihi ve neş'etihi ve tatavvurihi qatorliq mushaqlar, ya'ni ilmul fiqh bilan ilm usulul fiqhning o'tiridagi umumiy selishtirish haqida, ya'ni u ikkisini ta'rifat qilish nuqtasidan temalarini bayon qilish, maqsadlarini bayon qilish, paydo bo'lish, taraqqiy qilish ahvollarini bayon qilish nuqtasidan fiqh degan nima, usulul fiqh degan nima, fiqhning temasi nima, usulul fiqhning temasi nima, fiqh qachon paydo bo'lgan, usulul fiqh qachon paydo bo'lgan, fiqhning g'araz nima, usulul fiqhning g'araz nima, faqih degan kim, usuli degan kim degan mush nuqtalarda bugungi muqaddima darsimizda shunda to'xtalamiz. Endi ta'rifatga kelsak, avtor ta'rifatdan ilgari usulul fiqhningki bir muqaddimalar sifatida bir qism mazmunlarni davatidi. O'qib boqaylik. At-ta'rif من المتفق عليه بين علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم
أن كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال سواء أكان من العبادات أم المعاملات أم الجرائم أم الأحوال الشخصية أم من أي نوع من أنواع العقود أو التصرفات له في الشريعة الإسلامية حكم. Yani Müslüman ulamalarning o'tirida muttafaqun alayh bo'lgan nuqtadan birisi, ularning xilma-xil mazhablari bilan turib, al-ixtilof mazahibihim degani, ularning mazhablari xilma-xil turib, Müslüman ulamolarining o'tirida ittifoq kelgan nuqtadan birisi, insondan sodir bo'lgan har qanday so'z va ish-harakat, mayli u so'z ish-harakat ibodatdan bo'lsin, yoki muomalatdan bo'lsin, yoki jinoiy ishlardan bo'lsin, yoki shaxsiy ahvollardan bo'lsin, yoki har qanday turdagi aqdi tasarrufotlar turlaridan bo'lsin, musulmondan sodir bo'lgan har qanday gap so'z va ish harakatninki islom shariatida lahu hukmun, bir hukmi bor deydi. Yani islom insondan sodir bo'lgan har bir ishga ya vojib, ya mandub, ya mubah, ya harom, ya makruh deb birdan tamg'u qo'yadi, marka chaplaydi har qanday ishga. Endi bu ishlarni nereden alamiz desa, va hadihil ahkam, insonninki musha qilgan ishlarga qo'yiladigan mush ahkamlarninki ba'zisini bayyanatha nususun waradat fil Qur'on va sunnah. Ba'zisini Qur'oni Karim va hadisda kelgan naslar bayon qilgan. Va ba'daha, yani ba'zisini, va ba'duha, uning ba'zisini lam tubayyinha nususun fil Qur'on va sunnah. Qur'on yoki sunnatda kelgan naslar ularni bayon qilmagan. Va lakin Qur'oni Karimda sarohatan bo'lmagani bilan, hadisda sarohatan bo'lmagani bilan, biroq shariat shu ishlarga bir muncha dalil faktlar, daloil degani dalillarni turg'izgan va amorat belgilarni tiklab bergan. Shu darajadagi behays degani shu holatga kelganki, mujtahid o'sha dalil belgilarning vasitasi bilan shu ahkamlarga yetib bora oladi va uni oydinlashtira oladi. Demak, endi yuqorqi abzasini xuloslagan vaqtimizda musulmon ulamolar shunga ittifoq keliglikki, insonning har bir ishiga shariatdan dalil topilib bo'ladi. Shariatdan hukm chiqadi. Mayli u hukm Qur'on hadisning naslaridan bevosita chiqsin yoki shu Qur'on hadisdagi naslar turg'izib bergan ba'zi ishorat, belgilar orqali vositalik asos chiqsin, insonning har bir ishining birdan nimasi bor, hukmi bor. Endi mushu hukmlarini yig'ib to'plab, anda qilsa halol, bunda qilsa harom, av mubah, mau makruh, av farz, av vojib, av harom degandek ahkamlardan bir-birlab mayli o Qur'oni Karimda kelgan yoki hadisda kelgan bo'lsin, yoki Qur'on hadisda sarohatan kelmasimi, shu Qur'on hadisda bizga o'ttirib qo'yilgan, bizga oydinlashtirib qo'yilgan ba'zi dalil faktlardan mujtahidlar yakunlagan bo'lsin, insonning har bir ish harakatiga qo'yilgan hukmlarning to'plamidan fiqh degan narsa shakllanadi. Bel fiqh deganimiz boshqa narsa emas. İnsanның shariatdagi har bir ishiga qo'yilgan nimasi, bahosi, belgisi yoki hukmi. Avtor mushnoqni belgilab deyotdi. Va min majmu'atil ahkam ash-shar'iyya al-muta'alliqa bima yasturu al-insan. Yani insondan sodir bo'lgan mayli al-aqwal, so'zlar bo'lsin yoki al-af'al, ish harakatlar bo'lsin, mush insondan sodir bo'lgan so'z, ish harakatlarga munosabatlik shar'iy ahkamlarninki. Bu şer'i ahkamlar el-mustafada minen nusus, yani nas kelgan o'rinlarda, yani oyat hadis kelgan o'rinlarda oyat hadisning nasridan elingan yoki naslar kelmagan o'rinda fima lam tarid fihi nususun degani nas kelmagan o'rinlarda shariatning shar'iy boshqa dalillardan elingan mushu shar'iy ahkamlarninki umumisidan takawwana al-fiqh. Takawwana al-fiqh, fiqh shakllangan. Ana fiqh degan nima desa, insonning ish harakatiningki shariatda mayli Qur'on hadisda kelgan dalillarga tayinib bo'lsin, bevosita yoki Qur'on hadisda sarohatan dalil kelmagan bo'lsa, imoan dalalatan amoratan shaklda chiqarilgan bo'lsin, insonningki gap so'z ish harakatiningki hukmi fiqh hisoblanadigan bo'lsa. Anda olganda fiqh deganni avtor oxirida qana qilib, ta'rif qilib, xulosalab deyotdi. Fa'ilmul fiqh. Xulosalasa, ilmudagi fa taf'iyya, xulosalasa
shar'iy islohda fiqh bilimi degan nima desa, shar'iy islohdagi fiqh bilimi deganimiz, fiqh fani deganimiz ikki xil ta'rif bor. Chunki mayada biz gapni boshlashdan ilgari ilm degan bir narsaga kelamiz. Ilm degan so'z, al-ilm yoki ilmun degan so'z ikki xil ma'noda. Birisi ma'lum ma'lumotlari, ma'lum turlari bir yerga to'planib shakllangan bir fanni ilmun deyiladi. Bunda olganda biz buni fan deb tarjima qilamiz. Yoki bir modda, ma'lum bir soha deb tarjima qilamiz. Bu bir. İkincisi ilmun alima ya'lamun chiqqan masdar ma'nosi bo'lib bilish degan ma'no oladi. Mushu nuqtadan biz bayatın fiqh degan insonning ish harakatiga munosabatlik ahkomlarni o'qimasmi? Ahkomlar, ahkom. İnsonningki shaxsiy ish harakatining ahkomlari, oilaviy ish harakatining ahkomlari, nikoh taloq ahkomlari, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarning ahkomlari, kishilar bilan bo'lgan aloqasining ahkomlari, Robb bilan bo'lgan aloqasining ahkomlari, mayli ibodat, muomalat bo'lsin, ularning hammasining to'plami shakllanib bir sohaga aylansa, bunimi fiqhi deyiladi. Buni oldig'imi ilm degan bir so'zni aytgan. Bunda vaqtda fiqhi soha, fiqhi fan, fiqhi ilm degan ma'no bo'ladi. Bu vaqtda ilmning ma'nosi. Endi insonning ish harakatlariga munosabatlik mushu masalalarni, ahkomlarni bilib, anu hukmi au deb bilsak, bu vaqtda masdar ma'nosi bilan bilmek olsa, bu vaqtda fiqhni bilish, ahkomlarni bilish degan ma'no bo'ladi. Shu ta'rifatni ikki xil chiqqan. Davlat doktor fa ilmul fiqh fil istilah shar'i. Shar'iy istilohdagi fiqh ilmi degan nima, ilmul fiqh degan nima desa, birinchidan mayada masdar ma'nosi bilan shar'iy, amaliy deganimiz qalbiy e'tiqodiy emas. Insonningki qilgan ish harakat gap so'zga munosabatlik. Amaliy. Ya'ni o'zining tafsiriy dalillaridan ilingan degani, ma'no dalili ma'vo, ma'no hukmi halol yoki harom yoki vojib, dalili faloni. Namozning hukmi vojib, nimishqa aqimus salat. Tahoratning hukmi vojib, namozning sharti. Iza qumtum ila salat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Masalan, haraqning hukmi harom, faytanibuhu la'allakum tuflihun. Shundami? Rijsun min amali shayton. Demak, dalillaridan, tafsiliy dalillar deganimiz har bir hukmning yoki har bir ishningki o'zining dalilidan ilingan amaliy shar'iy ahkomlarini bilish fiqh. Ma vaqtida ilmun deganning qanday ma'nosi bor o'rinda? Lug'at, ya'ni masdar ma'nosi bor. Ma'mu ilmul fiqhning bir ta'rifati. Yoki unda degan vaqtimizda biz bayatni degandaka ilmunningki fan, modda, bir soha degan ma'noda aytgan vaqtimizda tafsiliy dalillaridan ilingan amaliy shar'iy ahkomlarningki umumiy to'plam holati fiqh fanul vaqtda fiqh fani, fiqh sohasi, fiqh moddasi deb mandaq ta'rif qilib. Unda ilm deganning ikki xil ma'nosi bo'lgancha biz mushu nuqtadan ikki xil fiqhni ikki xil ta'rif. Chunki fiqhning oldiga ilm degan bir so'z qitilgan. Yani unda olganda ilmul fiqh degan nima desa, tafsiliy dalillardan ilingan amaliy shar'iy ahkomlarni bilish. Bu bir ma'nosi. Ikkinchisi, tafsiliy dalillardan ilingan amaliy shar'iy ahkomlarning umumiy to'plam holati. Umumiy bir kasbiylashgan holati bu ilmul fiqhni. Ki fiqh sohasi deb ataladi deb ta'rif qildik. Endi biz nimda usulul fiqh o'qiyotib, nima kirib qoldik? Fiqh kirib qoldik. Usulul fiqh o'qiyotib biz fiqh kirib qoldik. Qanday bo'lib bu fiqhga biz hozir asli biz kitobimizning o'zi nima deydi? Usulul fiqh kitobda. Biz turiblam ta'rifatning o'zida. Usulul fiqhni ta'rif qilishning o'zida nima kirib qoldik? Fiqh kirib qoldik desa, sal turib buning tafsili ahvoli bog'lanadi, وقد ثبت للعلماء بالاستقراء علماlarninki tashvish orqali shu isbotlandiki annal adillata allati tustafadu minha al-ahkam ash-shar'iyya, ya'ni bayatimiz tafsiliy dalillardan elinadigan emasmi? Ahkamlar, shar'iy ahkamlar elinadigan dalillar, shar'iy amaliy ahkamlar elinadigan dalillar 4 manbaga qo'ydi. Unda olganda men darsning boshida deb o'tganimizdek muttafaqun alayhi dalil necha 4 degan gapda birinchisi al-Qur'on va sunna val ijma' val qiyas. 4 dalil bor. Ondan keyin deb bo'lib, va yana mushu dalillarningki birinchi asosi va birinchi manbasi bo'lsin u Qur'on.
Ondan keyin hadisga Qur'oni Karimningki ijmoliy ixcham taraflarini izohlagan, umum amrni xoslagan, mutlaqlarini qaytilgan Qur'oni Karimning bayoni tamom bo'lgan hadis. 2 muttafaqun alayh. Haqiqiy mandaliqi ahli sunnah darasining halqiga asosida diniy musulmon ulamolarning o'tirishdagi bil ittifoq dalil 2. Qur'on va hadis dalil manbasi. Qolganlari muxtalif bo'ladi. Ammo ahli sunni doirasida asos jihatdan 4 doiraga yig'inchoqlasak bo'ladi. Xo'sh, shunda o'g'achqa, endi bu yerda biz gapni nima deyapmiz? Musulmonninki har bir ish harakatiningki birdan hukmi bor. Xo'sh, hukmni nereden chiqaramiz? Tafsiliy dalillardan chiqaramiz. Xo'sh, dalillar nereden chiqadi? Dalilning manbasi 4. Deb keldik ama shunda o'g'achqa bahasu ulamolar mushu dalillarning ichidan har bir dalil haqida Qur'ondagi ahkomlarning dalillari, hadisdagi ahkomlarning dalillari, ijmolar, qiyoslar har bir dalil ustida ve fil burhan her bir delil pakit üstüde bu kişilerge nispeten hüccet ve şunun ahkamıga erişiş ulağa vacib bulunduğun teşri'i menbesi digen süpetülen her bir delilla ve her bir pakitta bahs kıldı. Her bir nesne bahs kılıp ma delil nimo, ma'nın pakiti nimo, karakterin nimo, qaysi menbeden çıkan, qaysi noktadan çıkan, nimde bu yerden bunda hüküm çıkıdı. Tamam. Ve yani ola ve fi şurutul istidlal bihi. Şunu olan delil keltiriş şartları hakkında mı hem izlendi. Ve bu delillerin ki kulli türlü hakkında kanakıldı izlendi. Ancak şu kulli delillerin her bir türlü dalalat kılgan şer'i kulli ahkamlar hakkında izlendi. Şunu olan bula her bir ahkamını birbirle iznip çıktı. Her bir hükümden çıkıdığan hükümlerini, her bir delilden çıkıdığan ahkamlarını iznip bahs çıktı. Anlakin hemen çıkıp olgandaki bunda qarasa bunun içinde bir top qıtava kulli karakterdekilerin delili varken. Daha qarasa aqimus salat, namaz vacib, atuz zakat vacib, emriyadın vacib. Qur'oni Karimdagi emirlar. Umumiy turdi, cho'ng turdan birini tepib oldi. Namazning vajibligi, zakatning vajibligi, yana bir narsaning vajibligi vojib. Qur'oni Karimdagi emirlardan chiqadigan vujub yoki ijob. Navganda Qur'oni Karimdagi emirlar degani kulli dalil bo'ldi. Bundan chiqadigan vojiblik degani kulli nim bo'ldi, hukmlar bo'ldi. Shu hukmlarni ham bahs qildi. Şunama, anlakin muşunu bahs qilib olgandan keyin, muşunu bir qoida tuzib olgandan keyin shu bo'yicha boshqa narsalarga qana qildi, muomala qildi. Xo'sh, va undan boshqa ulamolar yana va bahasu aydan ulamolar yana shu dalillardan ilinadigan kulli shar'iy ahkomlar haqida bahs qildi. Va shuni bilan shuni tushunishga yetkili bo'ladigan naslardan ve onun nesnenin gayriden çıkışga yakunlashga yetkili bo'ladigan lug'iy olsun, tashi olsun qoidalar haqida men bahs qildimki, Qur'oni Karimdagi emirlarning qanday hukm chiqadi? Hadisdagi nahiylarning qanday hukm chiqadi? Am kelsa bunga qanday muomala qilamiz? Xos kelsa qanday muomala qilamiz? Mutlaqni qaytlamamdi degandek bu nuqtalar. Undan keyin Qur'on hadisda sarahaten delil kelmagan. Qur'ondagi delilga bağlab turib, masalan, ya qiyas bilan bağlaymiz, ya maslaha mursul bilan bağlaymiz, ya maqas shari'a yo'qligi bilan bağlaymiz. Bir nuqtadan bağlab turib, boshqa shar'iy delillardan hukm chiqariladigan ma nuqta haqida ham qanday qildi, bahs qildi. Bahs qilib kelib, deb bir yakun kelib bo'lgandan keyin, endi asli delillar manda hukmlarni chiqaradi ekan delillardan hukmni elish uchun ma'nolarni bilish kerak ekan, bunga manda odam ketadi ekan deb va bahathu aydan. Ya'ni bular delillardan ahkomlarni chiqarishga yetalaydigan odam haqida bahs qildi. U o'smi qaysi mujtahid bo'lib, shuni bilan ijtihadni bayon qildi, ijtihadning shartlarini bayon qildi, ya'ni mujtahidning shartlarini, taqlidni bayon qildi, taqlidning hukmini bayon qildi. Demak, boshdan kelaydi. Biz eng avval bunda bir nuqtada ittifoq keldik. Musulmonning har bir ishining bir hukmi bor. Buni cho'qim tamsa qolmaydi. Uxladim bir hukm.
Orundan tudun bir hüküm, bir tamak neyden bir hüküm, mangdan bir hüküm, okudun bir hüküm, hemmisinin bir hükmü var. Biz bayatın degендek ya vacib buludu, ya mendub buludu, ya ki haram buludu, ya mekruh, ya mubah buludu. Anlakin bu hükümlerden hemmisi tefsili delillerden elinadi. Her bir hükümden birden delil oluşacak Kur'an-ı Kerim'de, ya ki hadiste, ya ki başka şer'i delillerde. Endi muşu hükümden, muşu delilden çıkırılış ehvali bir jarayan yani. Muşu jarayanını közünü keçiriş jarayanında bu ahkamlarning, bu hükümlerden ma'lum bir top turga tava ekanligini bayqadik. Yani ma'xildagi delillar bir xil. Ma'xildagi delillar bir xil. Ma'xildagi delillar bir xil. Ma'xildagi delillardan ma'xildagi hukm chiqadi ekan. Ma'xildagi delillar ma'xildagi hukm chiqadi ekan. Ma bir xil top muomalamdi. Yani qanday muomala desa kulli muomala. Shuning bilan kulli ahkamlardan, kulli delillardan, kulli ahkamlarni chiqarish prinsiplar o'tirib qo'yildi. Ve bunu çıkarıldığın salahiyetli kişiler oturup koyuldu. Anda oğanda bir şeyde bir xil iki saha peyda oldu. Birisi Kur'an hadisten ve onun münasebetlik olan başka delillerden her bir cüz'i delilden cüz'i hüküm çıkış. Akimus salat namaz vacip. Atu zakat vacip. Nam ya. Lillahi alen nas haccul beyt nimo? Hac kılış nimo? Vacip. Cüz'i delil, cüz'i hüküm. Hoş. Ma bir saha. Yeni bir saha Kur'an-ı Kerim'deki mahildeki delillerden mahildeki ahkam çıkıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki emirlerden icab çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'deki nehilerden tahrim çıkıyor. Namuya Kur'an-ı Kerim'deki mutlak manasını ifade ediyor efratlarda. Kur'an-ı Kerim'deki mutlak fikir boyunca amel kılınıyor. Hatta ki kayıtlayılan delil kâgütçe. Mağola umumi tür delillerine tür ahkamlarga dalalat qilish jarayonining tafsiloti. Mayadan bir soha chiqdi. Juz'iy soha, kulli soha. Juz'iy, kulli delil, juz'iy nima delil. Kulli delil, nima delil, juz'iy delil. Kulli ahkam, juz'iy ahkam. Kulli delilden, kulli hüküm çıkdı. Juz'iy delilden, juz'iy hüküm çıkdı. İki soha oldu da İyi bayatınki, deslebedeki sözlügen. Her bir cüz'i delilden cüz'i hükümünü alıdığan saha fıkhi dep atılıdı. Endima kulli sahadan kulli hükümünü alıdığan saha ne dep atılıdı? Usulul fıkhi dep atılıdı. Muşbun çensek buldu. Yani fıkhi tefsili delille hakkında bahs kılıdı. Tefsili ahkamlar çıkarıldı. Onda oğanda fıkhda her bir mesele cüz'i karakterde bahs ettiğimiz faylanıdı. Ama usulul fıkhda icmali yani kulli deliller bahs kılındı ve kulli delillerden kulli ahkamlar, icmali ahkamlar elinadi. Onda oğanda usulul fıkhı öğrengen adam cüz'i delillerine, yani cüz'i hükümlerine yakın gelmeydi. Şuna aftur dağıtıdı ve min mecmu'ati hadihil kavaid والبحوث المتعلقة بالأدلة الشرعية يعني مشو قاعدة وشرعي دليل مناسبة مشو تدقيقات لنا umumisi yani كل دليل كيف قاسا قندا معاملة قلمس قندا كل أحكام أنه bu kadar tatbik qilingandek مشو ahvollar yani مشو delillerning ahkamlarga dalolat qilish nuqtasidan muşnu munosabatlik qoida bahslar va shu ahkamlarning delillaridan elish nuqtasidagi ahkamlarga munosabatlik qayta mushu shar'iy delillarning ahkamlarga dalolat qilish nuqtasidagi delillarga munosabatlik va ahkamlarning delillaridan elinish nuqtasidagi ahkamlarga munosabatlik qoida bahslarning umumisidan ve muşnunga munosabatlik lavahir qo'shimcha mazmunlar va mutammimat xuluqli mazmunlardan anaqib usulul fiqh shakli. Anda yuqoridagi musulmonning har bir ish faoliyatiga munosabatlik delil, ahkam agar juz'iy xarakterda bo'lib qolsa, ya'ni har bir muayyan masala haqida bo'lsa, bu delil, bu ahkamlarning umumiy to'plami yoki mushuni bilish fiqh bo'lsa, mujnuga munosabatlik kulli qoida, ya'ni delillarning umumiy xarakteri, bundan chiqadigan ahkamlarning umumiy xarakteri va buning munosabatlik masalalarga munosabatlik an bo'ladi ekan, usulul fiqh bo'ladi ekan. Ya'ni dal mushyadan takawwanat usulul fiqh. Usulul fiqh qana qilindi, shakllanadi. Unda biz bayatning yoqi so'zlangan umum mazmunlardan fiqh bilan usulul fiqhningki
Bir umumiy xarakter nuqtasidan bir tunishib o'tdik. Endi ilmiy nuqtadan usulul fiqh bilan fiqhni ta'rifat qilish to'g'ri kelib qolsa, usulul fiqh bilan fiqhni ta'rifat qilish to'g'ri kelib qolsa, avval biz usulul fiqh deganni ta'rifat qilish uchun usulul fiqh degan ikki narsani ikkiga ayiramiz. Chunki muzof ilaylik birikma emasmi? Usul mudof, al-fiqh muzof ilayh. Usul degan nima, fiqh degan nima? Andiga ikkisini biriktirgandan keyin usulul fiqh degan nima degan kelimizda Anoz birdan kelayli usulul fiqhdagi usul degan so'z ko'plik shakldagi so'z. Buning asli asl, al-asl. Lug'at jihatda ma yubna alayhi g'ayru. Boshqalar uning ustiga quriladigan narsani, bir narsaning huli bo'ladigan narsani nima bo'ladi? Asli bo'ladi. Masalan, bino imorat solsak, imoratning ostiga qo'yilgan bunda hulni binoning nima deymiz? Asli deymiz. Daraxtning yildizi, daraxt yildizga tayinib turadi emasmi? Bu daraxtning yildizi bo'ladi, buni asli deymiz. Balaninki dunyoga kelib, dunyoda yashashga sabab bo'lgan yildizi qaysi? Ota-onasi balaga nisbatan nima bo'ladi? Asli bo'ladi. Asli deganning lug'at ma'nosi boshqalar, uningga boshqalar qana qiladigan asoslanadigan. Shuningga asoslanib, shuningga tirilib turadigan narsa bir narsaning asli hudatiga bo'ladi. Ma'vo lug'at ma'nosi. Endi asli degan so'z mushu kasbiy sohada, istilohda Töndigidek 5 xil ma'nosi bor. Birinchisi dalil degan ma'nosi bor. Ikkinchisi al-qoida al-kulliya, umumiy qoida degan ma'nosi bor. Umumiy qoida. Uchinchisi ar-rajhan degan ma'nosi bor. Ar-rajhan ya'ni kuchlik degan ma'noda. To'rtinchisi usulul fiqhdagi qiyos babidagi maqisni alayninchidagi maqisni alayni deydi, asl deb ataydi. Beshinchisi mustashab, ya'ni istishab dalil shar'iy dalillarninki. Yettinchisi o deyman, istishabda dalil topilmagan yerda shay'lardagi asli hukm nima? Aslini tutish degandagi asli shu istishab degan mustashab. Asli hukmni mustashab deymiz. Demak, 5 xil istilohiy kasbiy qo'llanilgan so'zning bizning usulul fiqhdagi hozir biz o'qimoqchi bo'lgan masahadagi maqsadlik ma'no birinchisi. Ya'ni dalil degan. Unda usulul fiqh degan gap, dalilul fiqh degan gap. Sen bir fiqhni chiqarding. Fiqhni biz bayat nima dedik? Kishilarning yuz bergan ish-harakat so'zlarininki dalillaridan olingan nimasi? Hukmi dedik. Bir odam namoz o'qiydi, namoz o'qiydi. Namozning hukmi vojib. Dalil aqimus salat. Buni fiqh. Ana usulul fiqh deganimiz dal mishadikli aqimus salatdan namoz vojib degan hukmni chiqarishning dalillari. Ya'ni biz mush dalillar orqali aqimus salatdan vojib degan hukmni chiqarishni o'rganamiz. Anda biroqman digilolmaydi. Usul amirlarning hammasi vojib chiqib digilolmaydi. Chunki Qur'oni Karimda fa iza qudiyatis salat fantashiru fil ard. Umi amir jumadan keyin masjiddan udul chiqib ketishning o'zi farz vojib emas masalan. Qur'oni Karimdagi amirlarning hammasidan farz vojib chiqmaydi. Uni kallusu odam demaydi uni. Unda o'ganda qaysi amirdan vojib chiqadi? Qaysi amirdan mustahab, ya'ni mandub chiqadi? Qaysi amirdan mubah chiqadi? Qur'oni Karimda nehi shaklda kelgan narsaninki hammasi harom emas. La tasalu an ashya in tubdalakum tasukum. Ba'zi makruh va ba'zi haromlar va. Unda qaysi xillaridan harom hukm olamiz, qaysi xillaridan makruh hukm olamiz. Mushu narsiga bizni boshlab qo'yadigan dalil, qoida principlar usulul fiqh bo'ladi. Endi kelaylik qana, endi biz dalil usul deganni tushunib o'tdik. Fiqh degan gap desa, fiqh lug'at jihatda fahmi degan ma'noda. Ya'ni change, bir narsani tushunish degan ma'noda. Masalan, Qur'oni Karimda فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قولا لا يفقهون لا يفهمون degan ma'noda. Lug'at ma'nosi ma'vo. Endi istilohda tarixdan buyon usul ulamolari fuqaholar bir necha xil ta'rifat qilgan. Abu Hanifaning ta'rifati va Imom Kasanining ta'rifati va Imom Shafi'iyning ta'rifati va bizdan mishada 3 ta'rifatni ko'rib bir qanaq baqaylar o'tirini tarjih qilib qaysini tutsak bo'ladi qarab baqaylar. Har holda hammasi asosan to'g'ri ta'rifatlar, ammo bizning hazm qilishimizga eng mos qildig'ini qaysi ma'ni ko'rib baqaylar. Imom Abu Hanifaning ta'rifatida fiqh deganimiz ma'rifatun nafs ma laha va ma alayha. Ma'rifatun nafs ma laha va ma alayha. Ya'ni kishininki o'ziga nima foydali, nima ziyonli buni bilishi deydi.
Yani İmam Ebu Hanife'nin ma tarifatı biz yukarıda çöndürüp gelgen fıkhi hukumunu özüge alırdı ve ondan başka dairelerin hem özüge kurdu. Mesela imaniyat deyimiz, vicdaniyat deyimiz, itikat meseleleri mi? Ama biz hazır bir söz demekçi olduğumuz ameli ahkam-ı münasebetlik fıkh ne demek cemde? Ahıl şekildeki umumi şunlaşka ma tarifatını biz ma babkege vaqtda bir sen amraq tarifat deb qarab bizning hozirgi tushunchimizda bizga hozir qilish uchun bizga yakmas kelmaydi deb qarab biz ma tarifatni o'qib qo'yib turibmiz. Imom Kasanining tarifatida ilmul halol val harom va ilmush sharo'i val ahkam. Ma tarifat yuqori tarifat qilgan vaqtda doirasi sal tarilishidir. Ya'ni shu fiqhning doirasiga to'g'ri keladi. Lekin fiqhning amaliyatini bizga chiqarib bermaydi masalan. Andoğası yine başkasının tarifatı qarab baqayli. Lekin şu tarifat buna deganlik hamda qanaqdir? İmam Ebu Hanife yoki İmam Kasaniga nisbatan yo'g'onchilik qilib, bularning tarifati bo'lmaydi deganlik emas. Ammo masala bizdek ojiz o'quvchilarningki fiqhni oson, qulay tushunishiga mos kelish masalasi. Ammo bularning tarifati hargiz xato emas. Unda deyishimizki bizning haddimiz emas. Endi İmam Shafi'ning tarifatiga qarab baqsak, fiqh deganimiz nima desa, al-ilmu بالأحكام الشرعية العملية. İbayatımız qilgan tarifat şu. İki xil tarifatning birisi. المكتسب من أدلتها الشرعية. Yani şer'i ameli ahkamlarni bilish. Bu şer'i ameli ahkamlar yoki bu bilish shu ahkamlarningki shar'iy dalillardan chiqqan. Namazning hukmini bilish vojib. Bildik. Nereden aldık? Aqimus salatını aldık. Namaz ameli ahkam. Ameli bir işninki, ameli bir şer'i işning hükmü, vacib. Muşu hükmünü aşının şer'i delilinden aldık ki Kur'an'daki aqimus salatını aldık. Onun manu o'zi fiqh. Muşu bildik muşu o'zini. Onun mavu fiqh hesaplanıdı. Mavu fiqh hesaplanıdı. Yoki ibodatni degandek ilmning ish qilmanisi bor dedik emasmi? Bayatni hozir qilgan tarifatimiz bu masar ma'nosidan qilgan tarif. Yoki shar'iy amaliy ahkamlarningki, ya'ni shar'iy dalillardan chiqarilgan shar'iy amaliy ahkamlarning umumiy to'plami, majmuatul ahkam ash-shar'iyya al-amaliyya al-muktasaba min adillat. Namazın hükmü mavu, zakatның hükmü mavu, Ramazanның hükmü mavu deb umumiy ahkam toplanıp bir gavda, bir pen şekillense bu pennimi indeyimiz fiqhi. Onda olganda bu yerdagi tarifat ikki xil o'quv bilan tarif qilinadi. Birisi fiqhini bilish, yani ahkamlarni bilish, shar'iy dalillardan ilingan ahkamlarni bilish. Yani birisi kasbiy bunda, pen, modda, soha degan ma'nosidan ilingan ilmki vaqtda umumi şu ahkamlarning umumi bir toplam gavdasi, bir soha, bir pen bo'ladi, ilmul fiqh bo'ladi deydi. Buni mavu biz yuqorida usulul fiqhni ta'rif qilmoqchi edik. Usulul fiqhningki ikki nuqtasi bor. Birisi usul degan nuqta, yana birisi fiqh degan nuqta. Biz bayatın usulni tushunib o'tdik, undan keyin nima tushunib o'tdik, fiqhning nima ekanligini tushunib oldik. Endi usulul fiqh degandanki mana birikkan holidagi ta'rifati, ikkisining birikkan holatidagi nimasi ta'rifati. Usulul fiqh birikkan holatda bunu Şafii'nin qaşida boshqacharoq. Şafii ulemalarining qaşida usul fiqhning umumiy tarifati sal boshqacharoq. Hanafiya, Malikiyya, Hanabila qatorliq ma ulemalarining qaşida sal boshqacharoq. Ikkilasini ko'rib baqayli, o'zimizga mas qildig'ini tanlayli. Şafii ulemalarining nazarida usul fiqhning dalillarini ijmoliy shaklda bilish ve şu icmali şekilden qandaq hüküm elishni bilish ve hüküm ağıcı münasebetlik, yani mujtehid münasebetlik ahkamlarda manda tarif qilgan. Endi Hanafi, Maliki, Hanbali ulamalar qanday tarif qilgan desa, al-qawaid bir qoida, prinsip, usullar deydi va allati yusilul bahsu fiha, şu qoidalar haqidagi bahsi ahkamlarni tafsili delillerden chiqarish, yakunlashga boradigan qoidalar. Namaz vacib. Nereden aldık? Aqimudun aldık. Qanda aldık? Denmiş qandaq aldık. Nim bulup aqimudun vacib degenge chiqdi degan javob beradigan nokta usul fiqh. Yoki
Muşu qoidalarni bilish usul fiqh deb bu yerda mu ilm degan so'zni ikki xil ma'noda elib ikki xil ta'rif qildi. Endi mau Hanafi, Maliki, Hanabila ulamolarining qilgan ma ta'rifat bizning hozir o'qiyotgan ma'lumot kitobimiz bo'lsin yoki ilgari kitoblar bo'lsin, boshqa kitoblar bo'lsin, hammasida qo'llangan ta'rifat shu. Shunga biz bayatni so'zlab kelib fiqhni ta'rif qilgan vaqtimizda kitobimizda فقهنا تعريفات ده العلم بالأحكام الشرعية الأعمالية المكتسب من أدلتها التفصيلية تمام؟ يعني هو مجموع الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية ما هو إثبات تنشطوغان بوينجا كمن تعريفات طلبت مع كتابنا وزا يعني شافينا تعريفات طلع لك أمد أصول الفقه تعريفات كاسك أصول الفقه تعريفات ده شافعي علماء لنا تعريفاته حنفي مالكي حنبلي علماء تعريفات إشكال تعريفات وهكذا كتابه ده قايس طلع لك دسانه بس بايد سوزلاب كلاب خلاص لاب فعلم أصول الفقه في الاصطلاح الشرعي شرعي اصطلاح تكي أصول الفقه ده فانا قايد نمدين جابو دسا هو سمو شو أرقلق ameli ahkamlarni tafsili delillerden ilişqa yetkili bulduğun kaide prensiplerini bilish yoki şer'i ameli ahkamlarni tafsili delillerden ilişqa yetkili bulduğun kaide prensiplerini umumu toplimi usul fiqh deb ma ta'rifatni aldı. Yani bu ta'rifat hazır biz ekranda do'stlikda ko'rsatayotgan Hanafi, Maliki, Hanbalilarning ta'rifati. Unda kitap qanday nuqtada tallaqliq bu hukmdan tarjih qilishlar desa, asosan bizga, ya'ni usul fiqh olsun yoki fiqh olsun, mushuni bizga eng qulay shaklda tushuntirib beradigan ta'rifatni tanlaymiz. Amaliyotda hamma ta'rifat muvofiq ta'rifat, ammo bizga tushuntirishda o'xshamaydi endi. Anda olganda biz yuqorqi mazmunlarda his qildikki, kishining har bir ishiga munosabatlik chiqadigan hukm ve bunun şu hükümünün üzerinin delili toplanıp her bir hüküm, her bir iş hareketinin hemimizden ahkam delilleri toplanıp cüz'i şekilde bir gevde şekillengen olsa ma gevde, ma pen, ma sahane fıkhi sahası, fıkhi ne deydikenmez. Yani şunu biliş ne? Fıkhi deydikenmez. Bu fıkhiden çıkan yakın oldu. Yani usulü fıkhi degen ne olursa del biz bayatını söylediğin her bir cüz'i delilden her cüz'i hükümünü eliş ehvali bahs kılınan kaide prensipler. Ben bayat degandek emredin icab qanday şekilde yapıldı. Nehidin haram qanday şekilde yapıldı. Emredin mustahab qanday vaqtda yapıldı. Mubah qanday vaqtda yapıldı degandek mushu. Qur'oni Karim amkasi qanday muomala qilamiz? Xaskasi qanday muomala qilamiz? Qur'oni Karimdagi emrlar, Qur'oni Karimdagi nehiylar, Qur'oni Karimdagi mutlaqlar, Qur'oni Karimdagi muqayyad, Qur'oni Karimdagi nasning dalolatlari. Nasning ifodatlari, nasning chiqadigan mantuq hukm yoki mafhumning muvofiq shakli, muxolif shakli degandek mushu qoida prinsiplarning hammasi umumiy gavdasi usulul fiqh sohasi, yoki shularni bilish usulul fiqh bo'ladi. No'g'anda yuqorida biz fiqhni tushunib o'tdik, usulul fiqhni tushunib o'tdik. Endi keldik usulul fiqhninki va fiqhninki ikkisi hisobda usulul fiqh bilan fiqh chambarsiz bog'landi va birisi kulli nuqta, birisi nima? Juz'iy nuqta. Fiqh juz'iy nuqta. Yani delilni bahs qilsam, juz'iy delilni bahs qiladi. Juz'iy delil deymiz muayyan bir delil edi. Aqimus salatni o'zi bir delil. Hükümden bahs qilsam, juz'iy hukm haqida bahs qiladi. Ya'ni aqimus salatni o'rnidigan namozning vojibligi bir ish. Bunun asaslı ko'ngil bo'ladiğini, muayyonlashtiradiğini juz'iy masala, muayyan bir masala. Ma'vo juz'iyatga tava fiqh. Ammo usulul fiqh bahs qilsam, qanday delilni bahs qiladi? Kulli delilni, ijmoliy delilni, hükümni bahs qilsam, qanday hükümni? Kulli hükümni. Ondan keyin buningki ko'ngil bo'lib, muayyonlashtiradiğini muayyan juz'iy masala emas, balki kulli masalalar. No'g'anda bu ishlar shug'ullanadigan kişilerin karakteri hem okşamaydı. Faqih her bir adamın iş hareketini küzdüp iş hareketiga hüküm kesip biçip çıkады. Usulçı yani usul fiqh ile şug'ullanadigan şahs her bir ahkamlarning tür sahələrini bekitib, şu sahaning delilleri ve şu delillerden inadigan umumiy ahkamlar haqida bahs qiladi. Bu ikkisining temiz kelsak ham o'xshamaydi ki fiqh adamning ish hareketini ko'zatsa, usulul fiqh umumiy delil ahkamlarni ko'zatadi. Mush nuqtadan olib turadi el-mavdu. Yani temiz desek ilmul fiqhdagi bahsining temisi del mukallafninki sharkiti. Mukallafning sharkiti degimiz adamning sharkiti. O'tadi, qopdi, namoz o'qidi, zakot berdi, haj qildi masalan. Aroq ichdi, tamak chekdi, o'g'rilik qildi, zina qildi degandek mushlar. Qaysi nuqtadan desa min hays
ma yasbutu lahu min al-ahkam ash-shar'iyya. Onunğa sabit oladigan, isbatlanadigan ahkamlar tarafdan. Anda olganda xulosalasa faqih mükellefninki so'd satiqi, ijarasi, görüsi, vakolati, masalan, namozi, ro'zasi, hajji, o'ltirishi, tuhmati, o'g'riliqi, iqrori, vaqfsi haqida bahs qiladi. Nimishqa yuqoridagi ish harakatlarning har bir ish harakatdagi shar'iy hukmlarni qilib bilish uchun. Beysodning hukmi, ijarasining hukmi, vaqfsining hukmi, o'g'riliqning hukmi degandek. Ammo usulul fiqhdagi bahs deymiz degan nima desa, usulul fiqhdagi bahs deymiz dal kulli ahkamlar şunu bilan sabit turadigan nuqtadan shar'iy kulli dalil. Shar'iy kulli dalil, kulli dalil. Masalan, usulul fiqhla shug'ullanadigan usulchi, masalan, qiyos haqida bahs qildi. Qiyosning hujjatligi, amni qaytlaydigan, xoslaydigan amirning dalalati, nahiyning dalalati degandek mush nuqtalar bahs qiladi. Ham biz buni bir misol orqali izohlaylik. Va izohan li hada, ma'ni izohlash usulidan adribul masal al-ati. Tundagi misolni keltiraman. Masalan, Qur'on desak, Qur'on ahkamlar kelgan umumiy shar'iy bir dalil. Qur'onning tashri'iy nasri, ahkam munosabatlik nasri alat bir holatga kelmagan. Qur'onning ahkam naslarining ichida amr siyg'isidan kelganlari bor. Nurg'un. Shu naslarning ichida nahiy siyg'isidan kelganlari bor. Naslarning ichida umum siyg'isidan kelganlari bor. Naslarning ichida mutlaq siyg'isidan kelganlari bor. Masalan, amr siyg'isi, nahiy siyg'isi, umum siyg'isi, mutlaq siyg'isi deganlar hammasi umumiy shar'iy dalillarning turlaridagi bir kuldir. O'smo umumiy shar'iy dalilning umumiy shar'iy dalilning o'zi Qur'on. Buning Qur'onning ichidagi turlar amr, nahiy, bir nas degandek turga ayrildi. Avval biz musulmonning birinchi manbasi Qur'on dedik. Bunun o'zi Qur'onning bir kulli dalil ekanligi. Andan Qur'onning ichiga shunday kirsak, amr, nahiy, am, xos, mutlaq degandek turlar borda buni ifodalantiruvchi Qur'oni Karimdagi ahkamlar xuddi davlatning moddalariga o'xshash manchinchi modda kelmagan. Ba'zi qisqa shaklda bayon qilinadi, ba'zi masalalarda harom masalalar istifhom shaklida, hal antum muntahun o'xshash istifhom shaklida keladi, ba'zi amr shaklida keladi masalan. Bu ishlarni turga ayiraymizda. Endi fal usullar shug'ullangan odam mujud turlarning ichidagi har bir tur haqida bahs qiladi. Amr zoti qandoq narsa, Qur'oni Karimda qanchada amr bor, qanchadagi amrdan qanchadan vojib chiqadi degandek-ku. Nimishqa shu tur dalolat qiladigan kulli hukmning turga tushunki amrdan qanday xilda hukm chiqadi, nahiydan qanday xil. Albatta buni nimadan foydalanadi desa, shu usullarningki arab uslublarini tashrish, shar'iy qo'llanishlarni tashrish bilan o'zining bahsida foydalanib turibdi. Masalan, Qur'oni Karim arab tilining uslubini ishlatgan. Qur'on tushgan vaqtda arab tilining qanday shaklda ishlatsa, Qur'on shunday ishlatgan. Undan keyin Qur'oni Karimning xos iste'molotimi bor. Mujdan hamma tashrish chiqib, arablar manda ma'no ishlatdi, Qur'on mana ketdi. Ma'u arablar burundan yo'q. Qur'onda yangi kelgan atalg'u yoki yangi kelgan uslub degandek masalan. Masalan, fa iza wasala bi bahsihi u usuli o'zining bahsi orqali shu yakunga yetsa. Qaysi yakun u? Anna sigatal amr siyg'isi ijobga dalolat qiladi ekan. Nahiy siyg'isi tahrimga dalolat qiladi ekan. Umum siyg'isi amning afrodlarining hammani o'ziga oldiganligiga dalolat qilgan keskin qat'an. Mutlaq siyg'isi hukmning mutlaq isbotlanganligiga dalolat qiladi ekan. Degandek bir yakun yetgan vaqtida tuvandikida qoida prinsip tuzadi. Nima deydi desa, amr ijob uchun, nahiy tahrim uchun, am o'zining afrodlarini keskin o'ziga oladi, mutlaq qaytis asosida umumiy farqga dalolat qiladi. Degandek bir hukmlarni qana qiladi, bir xulosalanadi. Endi ma hukmlar nimaga chiqadi desa, ma usul fiqhchi, ya'ni usuli manda hukmlarni tuzib qoidalarni chiqarib bergandan keyin faqih ma hukmlarni oladi. Amr ijob uchun degan xo'sh, Qur'oni Karimdagi umum amrlarga kelib ijob. Amrning manda yerlari mandub uchun degan, mayada mandub uchun. Am ma'nini ifodalaydigan am. Manda holatlarda am qaytlanadi, xoslanadi degan, mayada xoslanadi. Faqih andagi iste'mol qiladi. Xuddi bir davlatdagi qonun tuzish organi qonun tuzib bersa, uni ijroiya organlari yoki sud o'sha qonun bo'yicha har bir mamtaxun ishlariga tatbiqlab hukm chiqarganga o'xshash gap. Usulul fiqh qonunning umum prinsiplarini tuzsa, faqih o'sha qonunning umum prinsiplarini aklab har bir ish harakatiga nisbatan hukm pichadi.
Mana bu kulli qoida undan boshqa qoidalar, ya'ni usuliy o'zining bahs orqali shuni tuzishga yetib borgan ma qoidalarni faqih hamda faqih bir prinsip qoida shaklida, qavoid musallama degan prinsip qoida shaklida elib buni dalil kullining juz'iyatlarga tatbiqlaydi. Nimishqa shu orqali amaliy, tafsiliy shar'iy hukmlarni juz'iy hukmga tuzsin. Masalan deyli, u amr ijob uchun degan qoidani elblan buni nega tatbiqlaydi? Qur'oni Karimdagi ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud oyatga amr va kan ijob uchun shunda tatbiqlaydi. Mishyadan qanday hukm chiqardi? Va yahkum aqdiga vafo qilishni vojib deb hukm chiqardi. Masalan, va yana nahi tahrimni ifodalaydi degan usuliy tuzib bergan qoidani kelib Qur'oni Karimdagi nahini o'z ichiga olgan oyatga tatbiqlaydi-ki ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin va yahkum va hukm chiqardi-ki bir qavmning bir qavmni masxir qilishi harom. O'zining afrodini butunlay keskin o'z ichiga oladigan qoida akablam iboratlarga kelgan Qur'oni Karimdagi oyatlarga tatbiqlaydi-da. Deydi hurrimat alaykum ummahatukum. Ummahat Ndog'anda shular hukm chiqaradiki har qanday ana harom. Mayli u ana o'gay ana olsun, o'zining anasi olsun yoki imid kimlar. Halaqa rizoan imildashlik bilan munosib va ana olsun. Mutlaq har qanday farqni ifodalaydigan qoidani akablam shu mutlaq shakldagi lafzlar tilg'ilangan oyatlarga tatbiqlablam tahrir raqaba qul azat qilsin. Tamam, shunday hukm qildiki kafarat berishda musulmon bo'lamdi, g'ayri musulmon bo'lamdi har qanday ibodat qilish kifoya deb. Mavloning hammasi faqihninki usuliy tuzib bergan qoidalarni tatbiqlashi. Undaganda bir nuqta tushuninglar deyman. Usuliy kulli qoidalarni tuzsa faqih kulli qoidalarni juz'iy ishlarga, juz'iy dalillarga tatbiqlab, juz'iy dalillarning juz'iy hukmlarini oladi. Va min hada mana mayadan kulli dalil bilan juz'iy dalilning o'tirdagi farq oydinlashdi. Kulli hukm bilan juz'iy hukmning o'tirdagi farq oydinlashdi. Masalan, kulli dalilga nima desa, buning tahtiga bir qancha juz'iyatlar kiritadigan dalillardagi umumiy bir turini bir dalil kulli deydi. Masalan, amr dalil kulli, nahy dalil kulli, am dalil kulli, mutlaq dalil kulli, ijma' sarih dalil kulli, ijma' sukuti dalil kulli, qiyas illatiga nas keltirgan qiyas olsun yoki illati yakunlangan qiyas olsun, hamma dalil. Hammasi dalil kulli. Amr desak, buning tahtiga shu Qur'oni Karimda amr siyg'asidan kelgan butun siyg'alar tahtiga kiradi. Nahy desak, bumuzi kulli bo'lib, buning tahtiga Qur'oni Karimdagi hadisda nahy siyg'asidan kelgan butun siyg'alar kiradi. Amr dalil kulli. Amr siyg'asidan kelgan nasning o'zi dalili juz'iy. Amr dalili kulli, aqimus salat dalili juz'iy. Nahy dalili kulli. La yaskhar qawmun min qawmin degan ma nas, ya'ni nahy siyg'asidan kelgan nasning o'zi dalili juz'iy. Anda hukm kulli shu desa, shu uning ostiga bir qanday juz'iy hukmlar kiritadigan umumiy ahkomlarning turi. Ahkomlarning umumiy bir turi hukm kulli. Masalan deyli, amirdan chiqadigan ijob, vojiblik desak, vojib, vojib, namoz vojib, haj vojib, ro'za vojib, yana bir narsa vojib, bu ijob. Tahrim, sihha butlan, hammasi ahkom kullilar. Masalan, ijob desak, bir kulli hukm. Buning ichiga ahdiga vafo qilishning vojibligini kiritadi. Zavojda, to'yda guvojlarning vojibligini kiritadi. Har qanday vojibning vojibligi kiritadi. Namozning vojibligi hammasi kiritadi. Tahrim desak, bu hukm kulli. Bunun tahtiga zinaning haromligi, o'g'rilikning haromligi, har qanday harom kirgizdi. Sahabotlarning shu. Anog'ani ijob hukm kulli. Muayyan bir ishni vojib, masalan, namozning vojib qilish vojibligi hukm juz'iy. Dalil kulli, hukm kulli. Dalil juz'iy, hukm nima? Juz'iy. Mush bo'yicha ayrildi. Anog'anda usullar shug'ullangan odam juz'iy dalillar haqida bahs qilmaydi. Usulininki vazifasi emas u. Va yoki juz'iy ahkomlardan shu dalil dalolat qiladigan hukm haqida bahs qilmaydi. Faqat uning bahsi nima desa, dalil kulli haqida va dalil kulli dalolat qilgan hukm kulli haqida. Nima ish desa, dalillarni faqih dalillarning juz'iyatlarini tatbiqlash uchun dalillarning dalolatiga bir umumiy qoidadan birini qana qiladi, tuzib chiqadi. Faqatlam usuli nima haqida bahs qiladi? Dalil kulli va dalil kulli dalolat qilgan hukm kulli haqida bahs qiladi. Nima ish kulli qoidalarni tuzish uchun. Nima uchun desang, dalilning dalolatlariga nisbatan kulli qoidalarni tuzish uchun. Nima ishqa buni faqih dalillarni tatbiqlash, ya'ni undan tafsiliy hukm olish uchun. Bayat dedik, usuli amrni bahs qiladi. Amrdan chiqadigan ijobni bahs qiladi. Am faqih
emir icap şun degan hukmni elib Qur'oni Karimdagi emir bilan kelgan, emir sig'isi kelgan oyatni bahs qiladi, oyat bilan hukmni bahs qiladigan gap. Faqih şu desa faqih delili kulli haqida va yak delili kullida dalolat qilgan ahkom kulli haqida bahs qiladi. Bu faqihning ishi emas. Faqatlan buning bahsi delili juz'i va delil dalolat qilgan hukm juz'i. Masalan, aqimus salat faqihning temasi. Aqimus salatdan chiqadigan namozning vojibligi faqihning temasi. Ma bo'yicha ma'noda. Xo'sh. Unda bo'lsa usul fiqhni tushundik. Bu ikkisining asosliq maqsadi g'oya nima desa, bu so'z desak asli buningdan chiqadigan maqsadda istinboti, tafsiri, manhaji deydigan nurg'un so'z bo'lsak maqsad buning ahamiyatli tarafi intayin ko'p. Narsalarni tushunish, ulamolarni manhajiyat bir manhajga akilish, ummani birlashtirish, ammo abturmiyada ilmiy shaklda qisqagina bayon qilishni deb o'tib ketaylik. Ilmul fiqhdan bo'lgan maqsad shar'iy hukmlarni kishilarning af'ol aqvollariga tatbiqlash. Masalan, fiqh desa, bu qozi o'zining qadosida, hukmida qo'llanadigan bir marja, manba. Mufti o'zining fatvosidagi bir manba. Mufti shu fiqhga tayinadi, qozi fiqhga tayinadi. Har mukallaf, har banda o'zidan sodir bo'lgan gap so'z, harakatlardagi shar'iy hukmni bilishdiki bir manbaki, masalan, men bir ishni qilmoqchi bo'lsam, halolmi, harommi, to'g'rimi, xatomi deyman. Mana bu dal har qanday bir millatdagi qonunlarni tuzishdagi maqsadmi shu. Bir davlat bir qonun tuzishdagi maqsad har fuqaro shu qonunni tatbiqlasin, bo'ysunsin, shakllangan yozilib tuzdi emasmi, o'xshash. Chunki uningdan, shu qonunlardan faqat maqsad moddalarini tatbiqlash, ahkomlarini kishilarga tatbiqlash, aqvollarini tatbiqlash, lekin har mukallafning nima vojib bo'lgan va nima harom bo'lganligini tunishtirish. Har qonunning maqsadi shu, fiqhning maqsadi dal shu. Ammo usul fiqhdan bo'lgan maqsad tushunib bo'ldi. Fiqhga o'rin yaratish, fiqhga yo'l hozirlash usul fiqhning maqsadi. U olsa-mu usul fiqhning qoida nazariyalarini tafsiliy dalillarga tatbiqlash. Amr ijab uchun desa, butun Qur'ondagi amrlarga tatbiqlash. Nahi harom uchun desa, butun Qur'oni Karimdagi nahiylarga tatbiqlash. Nimishqa desa, shu tafsiliy dalillar dalolat qiladigan shar'iy ahkomlarga erishish uchunki amr ijab uchun desa, darhol Qur'oni Karimdagi amrlarni topib, shuningdan bir hukmni erish uchun. Unda onu xulosalasak, usul fiqhning qoidalari va bahslari bilan shar'iy naslar tushuniladi va shar'iy nasl dalolat qiladigan ahkomlar tushuniladi va maxfiylik yo'qotilgan ahvollar uning orqali bilinadi. Dalillar o'zaro bir-biridan ta'aruz kelib qolgan vaqtda tarjih qilinganlari, kuchlantirilganlari bilinadi. Usul fiqhning qoida bahslari orqali qiyos bilan hukm yakunlanib chiqadi, yoki istihson, istishob va undan boshqa uning hukmidan hukmini nas etganmagan vaqaliklarda nasdan boshqa shar'iy dalillar bilan hukm chiqariladi. Dal usul fiqhning qoida bahslari orqali ilgirki mujtahid imomlar yakunlagan narsalar haqiqiy ravishda tushuniladi. Bir vaqalikdagi ularning o'xshamagan mazhablar o'tirsa, yuvozan tanfonlashtirib selishtiriladi. Chunki hukmni o'z yo'lidan tushunish, ikki o'xshamagan hukmni o'tiradigan tanfonlik faqat hukmning daliliga xabar tepish, hukmni dalildan elish yo'llaridan xabar tepish orqali bo'ladi. Mush ahvollar biz yuqoriga ahvollarning hammasi dal usul fiqh orqali bo'ladi. Demak, usul fiqh muqoranning nimasi asosiy edi. Bu haqda biz uzun so'zlaymiz. Bunun maqsadi ahmiyat. Chunki usul fiqhni o'qimadik, endi biz yangidan o'qiyapmiz. Ya'ni yangi o'quvchilar usul fiqhga nisbatan kalini elishtirmaslik uchun bu qadardan qo'yaylik bu haqda. Ammo usul fiqhni o'qib oxirga olganda o'quvchilar men bayatni qisqagina azroq deb o'tgan usul fiqhningki musulmonlarning umumiy hayotiga ko'rsatgan ta'siri, ilmiy hayotga ko'rsatgan ta'siri, hatto usul fiqh orqali Qur'onni tushunish, hadisni tushunish boshqacha bo'ladi, boshqacha. Usul fiqhni biladigan odam bilan usul fiqhni bilmaydigan odamning naslarni tushunishi o'xshamaydi, naslarga muomala qilishi o'xshamaydi. U usul fiqh bilgan odam bir xil relis qilgan poyezdga o'xshaydi. O qiyib ketmaydi va umumiy yo'ldan qiyib ketmaydi. Usul fiqh o'qimagan odam erkin keng maydonda, hatto belgilari yo'q maydonda mengayotgan bir mashinaga o'xshaydi. U nada desa bo'laveradi, xalqan chaydaydi, ezish oson bo'ladi. Amaliyat usul fiqhninki ulamolar tomonidan aytaydan tuzilib ta hozir qadar buningki bizga qadar bunda taraqqiy qildirilib, ko'ngil bilishib kelishning sababimi islom dunyosini qanday qilish, saqlab qolish, birligini saqlab qolish. Chunki islom dunyosi ichki va tashqi suiqasdlar nadallarning bilimsizligi, g'arazliklarning g'araziga nishon bo'lib kelgan bo'lg'achqa islom dunyosini parchalashda, islom dunyosiga hujum qilishda eng
qo'layga islom dunyosining manbasi olan Qur'on bilan hadisga hujum qilish. Bu burundan boshlangan. Qur'on bilan hadisga hujum qilish dal uning mazmunini o'zgartirish, mazmunni xato tushunish bilan elish bilan bo'ladi. Burundan tortib mushu ahvollarni dal usulul fiqh orqali xuddi atrofini rishad qilib, atrofini tumirdir itib qalaymaqan g'arazlik dushmanlarninki eqib suiqasddan kirib olishning oldini olish uchun yo'lning ikki atrofiga chiroyli to'soq qo'yayotgandek ish bu. Dushmanlar kirolmaydi, ichidagidanmi sirtqa qani teyib chiqib ketmaydi. Mush bo'yicha mangsa, chunki ilgari ko'lamali asli o'zi normal mangayotgan. Shu suiqasdlarning suiqasdini his qilib diniy majburiyat o'qishning kimlarga nisbatan mashta maqsad bo'ladi. Nasllarni mana tushunsan bo'ladi deb bizlarga qoldirgan bir merosi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Biz va islom nomidan ularga katta mukofotlarni bersin. Endi usulul fiqhninki paydo bo'lish va taraqqiy qilish ahvoliga kelsak, biz oldingi kunlik darsimizda bu to'g'risida tafsil to'xtalgan. Endi Abdur mayadimi bir ikki betdek to'xtaldi. to'xtaldi. Biz bularni qisqacha deb o'tib ketamiz. Ham usulul fiqh va fiqhning har birisininki paydo bo'lish va taraqqiy qilish ahvoliga kelsak, fiqh ahkomlari islom paydo bo'lish bilan paydo bo'lgan. Qachon Iqro degan oyat tushdi, shu vaqtdan tortib musulmonlarning kundalik ish harakatlari intizomlashga boshlagan. Chunki islom degan nima desa, aqida, axloq va amaliy ahkomlarning umumiy bir to'plami. Mushu amaliy ahkomlar Rasulullohning zamonasining o'zida Qur'oni Karimda kelgan ahkomlardan, Rasulullohdan fatvo va vaqalikdagi fatvo shaklida, davo dasturida hukm shaklida, savolga kelgan javob shaklida sodir bo'lgan ahkomlardan qanaqilgan shakllangan. Unda bo'lganda birinchi bosqichdagi fiqh ahkomlari Allohning ahkomlari, Rasulullohning ahkomlaridan shakllangan. Buning manbasi nima? Qur'on va hadis. Oldingilik degandek, Qur'oni Karimda o'zi nurg'un ahkomlarni bayon qilgan, hadislarni nurg'un ahkomlarni bayon qilgan. Ma'u birinchi davrdagi nima? Fiqh. Sahabalarning davriga kelgan vaqtda sahabalarga nurg'un voqealiklar duch keldi. Ularga nurg'un tiz hodisalar paydo bo'ldi. Musulmonlarga ilgari qanaq baqmagan, duch kelib baqmagan, musulmonlarga Rasulullohning davrida paydo bo'lib baqmagan hodisalar. Shuning bilan bu hodisa, bu ishlar haqida shu sahabalarning ichidagi ahlul ijtihod qildi, hukm chiqardi, fatvo berdi, shariatlarni maydonga keldi. Va undan keyin shu yuqori chiqqan hukm fatvolarini ilgirki majmuatul ula degani birinchi davrdagi Rasululloh hayot vaqtidagi majmuatul ulaga o'zlarining ijtihodlari bilan yakunlab chiqqan bir muncha ahkomlarni bilan qo'shdi. Shuning bilan diqqat, shuning bilan ikkinchi bosqichdagi fiqhiy ahkomlarning umumiy to'plami Allohning ahkomi, Rasulullohning ahkomlari va sahobalarning fatvo va nimalaridan, hukmlaridan shakllangan bo'ldi. Undaganda bu ikkinchi davrdagi fiqhning manbasi Qur'on, hadis, sahobaning ijtihod bo'ldi. Ammo ikki davrda, fi hadayn at-tawray, ikki davrda ma ahkomlar yezilmadi. Chunki biz deb o'tdik, u taxi yeziladigan ilmiy jamiyat hech qanday narsa yezilmag'li Qur'ondan boshqa. Ve perzi vaqaliklarga ahkomlar qo'yilmadi. Perzi vaqaliklar amaliy yuz bermagan, kelgusi yuz berish ehtimoli bor. Agar bunda bo'lsa, bunda bo'ladi, bunda bo'lsa, bunda bo'ladi degan vaqalik. Balki shu ikki davrdagi tashri, qonunchilik yoki ahkom chiqarish amaliy yuz bergan real vaqalik va amaliy yuz bergan hodisalar bilan bo'ldi. Ammo ahkomlar yana ilmiy shaklda emas. Hammasi mujarrad yuz bergan amaliy vaqaliklarning juz'iy shishimlari shaklda, bunda ilmiy shakllanib, anchinchi bob, manchi bob degandek bunda tartiblanib, bunda emas. Ma'mun taxunning ishi bunda bo'lib qoldi, sizning ishing bunda hukmi ma'u. Sami taxun bunda ahvol duch keldi, buning hukmi ma'u. Falanaxu bunda shuni qilib sapti, buning hukmi ma'u degandek juz'iy masalalar shaklda. Va mushu to'plam ilm fiqh deb ataldi. Demak, ilm fiqh degan nom ikki davrda qo'yilmadi. Va buning kishilari, rijal degani shu sohadagi kasbiy kishilar, sahobalarning fuqaha debmi ham ataldi. Ma atalg'i keyin qo'yilgan. Dedik-ku, Hijriyaning 2-asrdan boshlab, undan keyin ilmiychilik boshlangan, yoziqchilik boshlangan, kasbiylik boshlangan, shu vaqtdan tortib istilohlar, nomlar, atalg'ular shu vaqtdan tortib muqarrarlashga boshlangan. Endi tabiinlarning davrida, tabiiy tabiinlarning davrida va mujtahidlarning davrida bu taxminan Hijriyaning 2-3-asriga to'g'ri keladi. Islom davlatlari kengaydi. Islomga g'ayri-arab nurg'un kishilar qanaqildi kirdi. Musulmonlarga nurg'un voqealiklar duch keldi, musulmonlarga mashakillar duch keldi, nurg'un tadqiqot, nazariyalar duch keldi, nurg'un avotliq harakatlar duch keldi. Bu ahvollar yani musulmonlar duch kelgan mashakil, buhus, nazariyat, harakat imroniya va aqliya qatorliq yuqoridagi ahvollarning hammasi mujtahidlarni ijtihodda
təşriatda nurgun vəqəliklərə kengiyishga məcbur edi. Endi ma vəqəliklərni hüküm çıxarması bo'lmaydigan bo'lib qoldi. A vəqəlikni qarab turgan, ma'muga qarab turgan, a ish qarab turgan və ulağa bəhsi nəzərindən nurgun işiklərini açmış. Şunun bilan fiqhi ahkamlarga hüküm çıxarış meydanı kengaydi. Nurgun farzi vəqəliklərə ahkamlar çıxırıldı. Anda olub qasqanda olur, manda olub qasqanda olur degəndək. Ondan keyin ilgirki işki toplamğa nurgun ahkamlar qoşuldu. Şunun bilan 3-cü dövrdəki fiqhi ahkamlarının umumi topi Allah'ın ahkamları, Allah'ın Resulünün ahkamlarıdır. Sahabaların fetva və hükümləridir. Mujtehidlərin fetva və onların yekünləridir. Boldu. Bunun mənbəsi Kur'an, hadis, sahabaların ictihadatı, mujtehid imamlar olub xəli dairəsi qanaqlı kengaydi. Ma'u 3-cü basqıç, yəni fiqhininki umumi şəkillərindən 3-cü basqıç. Əmdə bu 3-cü basqıç muş dövrdə, yəni Hicriyanın 2-ci, 3-cü əsrlərdə Dəl ahkamlar hadislərinin xatırlanışı ilə ahkamlar xatırlanışa başlandı. Bu dövrdə həmmisi xatırlanışa başlandı. Hadis, ahkam, fetva və başqa işlər. Ancaq ahkamlar ilmi şəkildə kirdi. Bunu ilmilaşdı, pənləşdi. Doqobat ilm degənin pən deyimizdə. Çünki ahkamlar bilan billah ahkamlarning dalilləri tilgə alındı, illetləri tilgə alındı və ahkamlar onundan çıxırıldığı umumi prinsiplərlə tilgə alındı. Şu vaxtda bir kəsbi pən olub, bu ahkamlarning rijalları, şoğlanan kəsbi adamları fuqaha deb ataldı. Ancaq muşu ahkamlarni bilishning o'zi, yoki mush ahkamlar bilan asalik pənni ilmul fiqh deb ataldı. Demek 2-ci, 3-cü əsrdən keyin rəsmi bir pən şəkildə müəyyənləşdi bu. Endi muşu usulul fiqh sahəsində bizga yetib kelgan məlumatlarda tuncu kitap yazgan kişi yoki yazılgan kitap İmam Malik'ninki, Malik ibn Anas'ninki Muattasi. İmam Malik ma kitapda Xalifa Mansur'un tələbəsi binaən özünün nəzərdə səhih deb qaralğan hədisləri, sahabelərin fətvalarını, tabi'inlərin fətvalarını yazğan. Ma kitap hadis kitabı, həm fiqh kitabı, ikki xil xüsusiyyət özgə vücud qılğan kitab oldu. Bu kitap həm icazəyin, iki icazəninki fiqhning asası. İmam Malik'ninki İmam Ebu Yusuf, İmam Ebu Hanife'ninki sahibi. Fiqh sahasida bir qancha kitoblarni yozgan bo'ldi. Ma kitap Iroqliklarning fiqh oldu. Biz hozir usulul fiqhni emas, fiqhning gapini qilyapmiz. İmam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, ya'ni Ebu Hanife'ninki shogirdi bu Hakim Şehid o'zining Kafi nomli kitobida va uningki sarxasi, uning sharhisida to'plagan ve onu İmam Sarxasi Mabsut namlı kitabında izahlagan Kutub Zahir Rivayet Sitte degan kitapni İmam Muhammed ibn Hasan qana qildi, yozdi. Ma kitap Hanafi fiqhining asosiy manbasi bo'lib qoldi. İmam Muhammed ibn İdris Şafii o'zining Misrda Al-Um degan kitobini yozdi. Bu kitap Şafii mazhabining fiqh asosi bo'lib qoldi. Demak, shunda qilib shu davrdan keyin Hijriya 2-3 asrdan keyin yeziqchilik başlanışdan birga pen muayyan bir penleşti. Fiqhning ahvoli hamda, ammo usulul fiqhning ahvoliga kelsak, usulul fiqh faqat Hijriya 2-ci əsrdə paydo oldu. Endi Abdur gapni amaliy penleshib yoki amaliy yorqin ko'tarilib chiqqandan keyin biz oldingi kunlikda usulul fiqhningki uruqchisi buzuri Rasulullohning davridan badiliq emasmi? Sahabalarning biz deb o'tdik. Sahabalarning vujudida sing'liq deb oshkor chiqmasmi? Çünkü Hicriye'nin 1-ci əsrdə onun ehtiyacı yok. Resulullah fetva verib turvatdı. Resulullah'ın Rabbi Kur'an'dan vahiy qilgan Kur'anlar bilan hüküm qilib turvatdı. Rabbi onu ilham qilgan sünnetler bilan fetva hüküm chiqarib turadi mesela. Ve Resulullah'ın tabii ictihadatı ibbagan narsa bilan fetva berdi. Bira istinbat ictihatga yetkili bo'ladigan usul, prinsip, qoidalarga ehtiyacı bo'lmasdi. Dedik aldan kunduman. Resulullah'ın sahabelerimi özlerininki sağlam Arap til iqtidorlaridan tushungan nesler bilan fatvo hukm chiqaradi. Bularmi neslarni tushunishga yetaklaydigan bir til qoidaga ehtiyojli emas. Va ularninki nas yo'q o'rinlarda
ularning Rasulullahga bo'lgan sahobalig'ining hamrohligining qalbida markazlashgan tashriiy iqtidorlari bilan, mahoratlari bilan istinbat qiladi va ularning oyatlarining sababi nuzullariga xabar tepish, hadisning kelish sabablarini xabar tepish, shariatning maqosidlarini tushunish, tashri'ning prinsiplarini tushunishdan iborat markazlashgan iqtidorga tayinib qiladi. Demak, bulardami alaqa yushun sınıp ketken ahvallarda o prinsiplar. Lekin İslamiy futuhatlı kengayib, Arablar g'ayri Arablarga qana qilib aralashib, o'zaro paranglashib, yezishib, arab tiliga so'zlik va uslublarning g'ayri arab bo'lgan so'zlik uslublar nurg'unlari kirib, til iqtidori sog'lom, o'z sog'lomlik bilan qilib qolmay, ishtibohlar shubhilar, nasl tushunishga ehtimollar ko'payguli turgan vaqtida da'atul haja ila wad'i dawabit, ya'ni shu vaqtdagi ehtiyoj til qoida prinsiplarini tuzishga, ya'ni shu orqali naslarni xuddi nas uning tilidan kelgan arab tushunadigandak tushunishga qodir bo'lgan bir til qoida prinsiplarini tuzishga ehtiyoj chaqirib qoldi. Ya'ni shundaqla talaffuzning sog'lomligiga shuni bilan qodir bo'ladigan grammatik qoidalarni tuzishga chaqirib, shunda olab ahtiyaç tüpeyledin maiş tüpeyledin aiş kurulup tüzülüp bu pelle özlüğün mükemmelleşip pen nehvi, sarf, balagat, anıgın usul degendek pelle tüzülgen şu vaxtda. Ve kezalike ve şunundek lemma ba'udal ahdu bi fecr teşri devir zaman şeriat zamanı sen yiraklaşıp Resulullah'ın devri yiraklaşıp olduğu vaxtıda. Ehli hadis bilen ehli ra'yinin oturduğu yani usul fiqh sahasında meydana çıkan iki menhecinin oturusunda münazara cidel keskinleşken vaxtıda bazı xahişli kişiler yani özden xahişlik ergiştigen kişiler hüccet kılınmaydıgan dedik ki bayağı relisi yok olgan iken xalgan yolda menep hüccet qılmaydigan narsani hüccet qilishga jur'at qilib, hatto hüccet qilgan ba'zi narsani inkor qilish jur'at qilgan ahvol. Mushlarning hammasi to'xtab turadi. Bunda qo'yversak, yo'lni liniyasiz qo'yversak, belgisiz qo'yversak, yo'lsiz qo'yversak, hammasi o'zi chaqlab oldi keniga mangsa, sataq chiqmamdi deb da'a kullu hada. Mushlarning hammasi shar'iy dalillar haqida. Shar'iy dalillar bilan dalil qilishning shartlari haqida, qandoq dalil qilishning qandoqligi haqida bir davobit prinsip buhuslarni tuzishga chaqirdi. Dal mushu dalil xarakteriga munosabatli istidloliya degani dalil keltirishga munosabatli bahslar va atil prinsiplarining umumidan usul fiqh qana qilingan shakllangan ahvollar bor. Lekin endi har qanday narsa paydo bo'lsa, kichik paydo bo'lganidek, lekin usul fiqh bada sag'iran kichik boshlandi. Xuddi har mavlud tug'ilgan narsa dastlab paydo bo'lgandek. Undan keyin tadrijiy o'sdi, hattoki balagat asfaruhu 200 degani uning ma'laqi kinoyada gap hamda buning kitoblari 200 getdi degan gap o'liqi hajm uyg'unab cho'ng bir mukammal bir fan sohasiga aylandi. Bu fiqh ahkomlari oraliqida mufarraqan mansuran taqilgan degani tarqoq çaçma şekilde payda olgan. Çünkü 4 imamdan her mujtehid, 4 imam ve 4 imamdan gayrıdaki her mujtehid özünün hükmünün delil qilish yo'liga shadaslab talaqa biz vujudiga singan bo'lg'ach men manda qoldim. Chunki manda qoidaga binoan deb manda oladi. Undan keyin har muxolif unga qarshilik qiluvchimi o'zining muxolifiga qarshilik qiluvchisiga hujjatlarning yo'llari bilan hujjat kelib mening dalilim mavbu men manda oldim deb manda hujjat qiladi. Endi mishadagi mush istidlollar dalil keltirishlar mush ehtijojlarning hammasi usul prinsipini o'z ichiga olgan. Oshkor bo'lmasa shu vaqtda fan tuzilmasa muayyan shaklda hammasining bir xil qoidasi bor ichida. Endi mushu tarqoq mazmunlarni alohida bir kitobda mustaqil to'plam qilib to'plagan tunji kishi Imom Abu Yusuf Abu Hanifaning sahibi Ibn Nudaym Fahrasda so'zlagandek. Lekin bizga u yozgan narsa yetib kelmagan. Shunga ma fan sohasida tunji kitob yozgan odam, tunji ma'fanni tuzgan odam Abu Yusuf deb qaralmaydi. Gerçi ma Ibn Nudaym o'zininki Fahras degan kitobida shuni tilga olgan bo'lsa, lekin bizga yetib kelmagan bo'lg'achqa. Ammo mushu fanning qoidalari, bahslaridan ratlik, uning ichidagi har bir qoida paket vajati nazar bilan kuchlantirilgan holatda mustaqil bir to'plamni yozgan tunji kishi Imom Muhammad ibn Idris Shafi'i hijriyaning 204 vafot topgan. Bu haqda o'zininki usul risolasini buni sahibi Rabiul Muradi rivoyat qilgan. Mana ma'lumot fan sohasidagi
avval mudawwan bizga tunji yetib kelgan tunji xotira, tunji kitobini shu bizning bilishimizda. Shunga ulamolarning tilida usulul fiqhni tuzguchi Imom Shofiy deb mag'ab mashhurlar. Biz ham shuni tunimiz endi. Chunki boshqa Imom Shofiyning ilgari bir imomninki kitob bizga yetib kelmagan. Hatto Imom Ahmad va boshqa ulamolarning o'zining guvohlik bilanmi biz nasx ulamasini o'qimaydik. Qoidani ma qoida o'qimaydik. Bu Imom Shofiy bilan billa Hamza va To'g'ri deb nurg'un guvohliklarni birliklamdi. Shundan keyin ulamolar mapen sohasida kitob yozishga oqoqin agishib yozg'ili boshladi. Bayna ishob va ijoz degani kangri va qisqalik ichida degani ba'zi kangri yozdi, ba'zi qisqa yozdi. Shunda ular yozish boshlandi endi. Alda keyin yozish boshlangandan keyin men bayatdan azroq o'tib ketdik. Oldin soatimi degan pen sohasida cho'ng ikki ittijoh bor. Ikki ittijoh bo'yicha kitob asosan cho'ng jihatda ikki xil shaklda yozib boshlandi. Abtur davotida mayali bir xil nazriy anglab qo'ysak bo'lgan gap bo'lg'achqa tezroq dedim, ha. Kalam ulamolari pen sohadagi asar yozishda va Hanafiy ulamolari bir yo'lda mangan va Hanafiy ulamolari pen sohasi asar yozish yana bir yo'lda mangan. Demak, ilmi kalam ulamolari bilan Hanafiy ulamolari ikkisi ikki yo'lda mangan. Ilmi kalam ulamolari degani shu Shofiy ulamolar, Maliki ulamolar, Hanbali ulamolarni tashkil qiladi. Hanafiy ulamolar degani shu biz biladigan Hanafiy mazhabining ulamolari qaratildi. Qarab baqal ikkisining qana alohidligi bor ekan. Kalam ulamolariningki yo'lining alohidligi shuki, tamtazu tariqatuhum degani ularning yo'li shuni bilan alohida farq qilinib turadi-ki, bular ilmning qoidalarini tahqiq qilgan, bahslarini mantiqiy, nazariy shaklda tahqiq qilgan va dalil qo'llaganni isbotlagan. Demak, yo'l dalilga tayangan. Bular o'zlarining yo'linishini, qoidalarni mujtahid imomlar chiqargan ahkomga tatbiqlash qilmaganligini, bular qat'iy ahkomga qaramasdan delildan qoida tuzib mengivergan. Va yoki shu furuatlarga bog'lashqimi uning yo'linishini qilmaganligini bog'lab o'tamagan. Delilga qarablam qoidalarni, usul prinsiplarni tuzib bergan. Bu usul prinsiplar burun yoki shu vaqtda o'ziga boshqa imomlar chiqargan ahkomlarga to'g'ri kelamdi, kelmamdi. Bu faqat dalil bilan tayangan, tuzilib bo'lgan yoki tuzilayotgan yoki chiqarilayotgan ahkomlar dalil udul kelsa xolos, tabiiy havo ne'mat udul kelmasa ratqiga asosda yoki uning parvo qilmagan asosida o'zining qoidasini tuzgan. Fama ayyadahu al-aql aql qo'llagan va qama alayhi al-burhan dalil tug'an bu shar'iy asli bo'ladi. Mayli mazhab, furuat ahkomlarga udul kelsin yoki qarshi kelsin. Mavladan shu Shofiy Malikining ko'pincha usullari ma'qul shaklda. Endi mushaqil usul bilan yozilgan usul kitoblarining eng dang'liqi Abi Hamid al-G'azalininki Mustasfa nomli kitobi, bu dang'liq kitob emas bilamiz. Abi Hasan al-Amidininki Al-Ahkam degan kitobi, Bayzavininki Al-Minhaj nomli kitobi. Bu kitoblar hammasi bizning oldimizda bor, kitobxonlarda bor. Biz o'qib darsliklarni qilyapmiz bu kitoblarni. Mavlonning hammasi shu kalam ulamolarining uslubi bo'yicha yozilgan kitoblar. Ammo Hanafiy ulamolarininki yo'llari shuni bilan alohida farqlanadiki, bular avldek delilga tayinib ahkom, qoida prinsiplarni tuzib olganlar emas. Bular qoida va usul prinsiplarini, ya'ni ularning imomlari shularga o'zlarining ijtihodatini asoslangan deb qaragan usul qoida prinsiplarni tuzganligini nuqul butunlay ahkomlardan ayrilib birinchi yo'lga o'xshash dalilga tayiniblar prinsipni tuzib qo'ygan emas. Balki o'zining imomlari shu vaqtdagi katta imomlar tuzgan ahkomlarni izlanish, tadqiq qilish orqali shularning ichidan prinsiplarni tuzgan. Andaganda mavlunki prinsip qoidalari dalilni asos qilmaydi, chiqarilgan ahkomlardan tuzilgan bo'ladi. Andaganda ikkisining mishat bilan farqini tushunmoq bo'ldi. Avvalo dalil bilan asoslanadi. Andaganda uning nazriyligi kuchli. Nurg'un amaliy tadbiqotlarga ba'zi yerlar ulkamasligi mumkin. Chunki ular amaliyatni asosan qoida tuzgan vaqtda asosan nazarda saqlagan desak bo'ladi. Amaliyotda to'liq bundan bo'lib ketmaydi endi. Ammo Mavlaning asosli tanlangan prinsipi chiqarilib bo'lgan ahkomlarni bahs qilib tashvish orqali ahkomlardan qoida tuzgan. Andaganda Mavlaning tuzgan qoidalari amaliy tadbiqot jihatda favqulodda tadbiq qilinishda favqulodda maslahchanlikroq. Avvalninki dalil jihatda kuchliroq, Mavlaning tadbiq qilinishda maslahchanlikroq. Bular
qoida va nazariy bahslarni isbotlamaydi. Faqatlam amaliy qoidalarni, ya'ni imomlarning ahkomi shundan chiqqan amaliy qoidalarni, imomlar burun chiqqan ahkomlardan chiqqan qoidada u. Am bularningki ma qoida va imomlar yakunlagan ma ahkomlarni tahqiqlash ularning yo'l boshchisi nima desa va ularningki ma'ni tahqiqlashdiki yo'l boshchisi dal imomlari shuningga binoan chiqqan ahkom va qoidalar ma'lum. Asosli bular o'zimiz qoida prinsipini tuzishda imomlar chiqqan qoida prinsiplariga asoslanib tuzganda qanaqdir nazariy fakt emas. Shuningga ma'ula bularning kitoblarida Qur'onni so'zlashdan ko'p qilgan degani Hanafiy fiqhininki usul fiqhlarini o'qisak, Hanafiy usul fiqh kitobida nurg'un amaliy nimalar va ahkomlar, juz'iyatlar bor. Bular ba'zi vaqtlarda usul prinsiplarini mushu qoidalar bilan moslashadigan shaklda qana qilgan tuzgan. Unda bo'lganda bularning asosida yuzdanishi usul fiqhini imomlarning furuatlaridan qana qilish, elish ma'lumotini. Asosida bular usul fiqhini fiqhdan olgan. Endi mushu yo'l bo'yicha tuzilgan kitoblarning usul kitoblarining eng tanliqlari birisi Abi Zayd ad-Dabbusininki usul kitobi, Fakhrul Islomninki usul kitobi, Hafiz Nasafininki Kitabul Manar qatorliq kitoblar maslahat yozgan usul. Endi yo'q biz asosliq ihtijoj ikki xil oldi. Ikki xil shaklda yozilgan kitoblarni bir anglab o'tdik. Endi ba'zi ulamolar mushu fan sohasida ilgirki ikki yo'lning o'tirini jo'g'lagan asosda kitob yozish yo'lida bo'lgan. Endi do'qqa ikki yo'lninki alohidligi bor. Birinchi yo'l dalilni asos qiladi. Bularning kuchli chiqadi. Ikkinchi yo'l tadbiqot asos qilib bularning nihoyatli bir xil real amaliyatchan chiqadi. Endi keyin bir-biriga ulamolar ma'nimi jo'g'lab, ma'ning kuchli dalilini olsa, ma'ning tadbiqotini elib, ham kuchli dalillik, ham nima ham amaliy tadbiqiy shaklda, manda shaklda yo'lda bo'lgan deydi. Shuning bilan fa'uniya ulamolar usul qoidalarini tahqiqlashga ko'ngil bo'lgan, hujjat tug'izishga ko'ngil bo'lgan. Va endi shundaqla shu usul qoidalarni fiqhiy furuatlarga tatbiqlash, bag'lash ikki tarafning alohidligini olganda, shu yo'l bo'yicha, shu aralashma yo'l bo'yicha yozilgan usul kitoblarining eng tanliqroq birisi Badi'un Nizam. degan Badi'un Nizamning kitobi Al-Jami' Bayn al-Bazdawi wal Ahkam degan kitobi, ya'ni Muzaffaruddin al-Baghdadi al-Hanafininki An-Tawdih Sadr Shari'aning kitobi. Oldidagi kitob hozircha biz uchratmadik, balki izlasak chiqib qolishi mumkin. Kitob Badi'un Nizam Al-Jami' Bayn al-Bazdawi wal Ahkam degan kitobni uchratmadik, ammo At-Tawdih degan kitob hammalar bilamiz, dangli kitob. At-Tahrir Kamal ibn Hummamning kitobi, Jam'ul Jawami' ibn Subkining nimasi kitobi, mana kitoblar, mana 3 kitob keyinidagi Tawdih, Tahrir, Jam'ul Jawami' atrofimizda bu kitobxonlarda bor kitob. Tamam, ma endi shu turas kitoblarning ichidagi nima kitoblarni ma 3 xil usul bilan yozilgan kitob bo'ldi. Endi yangi zamonda maslahatlik yozilgan kitoblar bo'lsa, ma fan sohasida foydali qisqa yangi zamon yozilgan kitoblardan Irshadul Fuhul ila Tahqiqul Haqq min ilm usul Shawkanininki, Usulul Fiqh marhum Şeyh Muhammad Xizrbekninki, Tashilul Usul ila ilm usul marhum Şeyh Muhammad Abdurrahman Aydil Mahlawininki qatorliq kitoblar va endi biz ma kitobimizga kelsak ونحمدullah الذي وفقنا إلى الإطلاع على كثير من هذه الكتب. مش kitoblar nurg'ularini bizga xabar topishga kirishga muvaffaq qilgan Alloh hamdi bo'lsin. Bizni islom tashri'ininki manbalarini bayon qilgan shu to'liq xulosiga, ya'ni to'liq shaklda bayon qilgan va uning murunalikini, ya'ni maslihchanligini, mo'lligini, kengriligini to'liq bayon qilgan va ahkomlarninki mabahaslarini tushunishni yaqinlashtirgan, shari'ninki yo'l qo'ygan ishlardagi hikmatni oydinlashtirib bergan shaklda bayon qilgan mushu to'liq xulosasiga bizni boshlagan Alloh hamdi bo'lsin. Biz bu xulosada lug'aviy bahslarni, tashri'iy bahslarni qoida shaklda keltirdik. Nimishqa tushunish, tatbiqlash qulay bo'lsin uchun biz tatbiqiy misollarda shar'iy naslardan bo'lishga ko'ngil bo'ldik va yerlik qonunlardan bo'lishga ko'ngil bo'ldik. Endi bu kitobning bir bizga to'g'ri kelmaydigan yeri, kitob qoida prinsiplarni tushuntirish uchun o'z vaqtidagi kishilarga ma'lum bo'lgan
yerlik qonunlarni kelgan. Endi o qonunlar o'z vaqtida kishilarga ma'lum bo'lib, shu qoidalar, qonunlar orqali qoidani asan tushungan bilan biz endi birinchidan bu davlatning adimi emas, bu davlatning qonunini tushunmaymiz. Ikkinchidan u o'z vaqtidagi 50-yilki, 40-yildagi qonunlar bo'lgach, biz qonunlarni tushunmaymiz. Shunga boshqa kitobda kelgan biz yerlik vaz'iy qonunlarni akilingan misollarni qo'yib ma'miz. Nimishqa desa, ma ilmga amal qilib qanday manfaatlanish bilinsin uchun biz nurg'un urullarda shar'iy ahkamlarning prinsiplari bilan yerlik qonunlarning prinsiplari o'tirishdan selishtirishga ishora qilib qo'ydik. Nimishqa ikkilisini maqsadi bir. U bo'lsa-mu ahkamlarni nasridan to'g'ri ravishda chiqish ekanligiga yetish ekanligini oydinlashtirish uchun va shariatning o'zining yo'l qo'ygan ishlarning maqsadini muayyanlash, tahqiqlash uchun. Undan keyin qonunning nasridan o'ynashdan qonun nasrini qanday kapolatga qilish uchun. Xo'sh, endi mishada men nazarini qaratgan eng muhim halqatning birisi usulul fiqh fanining asosliq bahsi qanaqdir ta'abbudi bahsi qoidalar emas. Bu birlik vosita. Nima degan faqatlam bu vosita qurol bo'lib, bu orqali qonun chiqaruvchi umumning manfaatiga rioya qilish, tashri'dagi ilohiy hadning qayta to'xtash qatorliqlardan foydalanadi va bu vositalar orqali qozi o'zining hukmida adolatni yaqlash, qonunni o'z yo'li bo'yicha tatbiqlashga foydalanadi. Qanaqdir u ahkam shar'iy naslar, shar'iy ahkamlar bilan xos emas. Amaliy bunda shu arab tilida yozilgan bularga ma'laqi kitobdagi qavoid usuliyya, al-lug'aviyya qismi shar'iy Qur'on hadislar xos emas, balki arab tilida yozilgan har qanday qoidaga asosi bo'ladi. Xo'sh, ogohlantirishga kelsak, ilmning ta'rifoti, mavzu'i, g'oyasi, paydo bo'lgan vaqti nisbati va boshqa ilmlarga nisbatan munosabati, buning tuzguchisi, shariatning vaqtdagi hukmi, masalalar qatorliqlarni ham odatda ilmning prinsiplari deb ataladi. Har qanday fanning bobi, ham biz mayada vaqt munosabati bilan kitobimizning hajm munosabati bilan o'quvchilarimizning bu fanga nisbatan yangilik munosabati bilan qisqa bayon qildik hamda buni. Amaliyotda bir fan to'g'riliq ma'lumot qilishmoqchi bo'lsa, maxsus mabadi kitoblarga ruju qilsa bo'ladi. Bu o'simi mana shu fanga deydi. Ijmoliy shaklda bir suratdan birini shakllantiradi. Bu surat shu fanni o'qishni boshlagan odamni shu fanga nisbatan bir xabardor qiladi. Shunga muallif odatda o'zining yozgan asarlarining muqaddimasida bu fan sohasida yozgan asarlariga mabadi'larni bayon qilish haqida muqaddimani ilgari qilib odatlangan. Shu tufaylidan miyada usul fiqh degan nima, fiqh degan nima deb selishtirib nurg'un gaplarni keldik emasmi? Ulamolar nurg'unlarimi mabadi'ul ulum haqida xos asarlarni yozgan. Shuning qatoridan birisi hajmi kichik, ahamiyati zo'r basilgan risolatlardan birisi va marhum Shayx Ali Rajab Solihning ismi Tahqiq Mabadi'ul Ulumul 11da. Mushuni elib hamda o'zimiz qaysi fanni o'qimoqchi bo'lsak, shu fanninki xarakterini, amaliy ahvolini bilib olsak bo'ladi. Ibn Xaldun o'zining muqaddimasida oxirgi qismda shu shar'iy, lug'aviy, aqliy fanlar haqida nihoyatda foydali fasldan birini yozgan. Shu faslda har fanning ta'rifoti, paydo bo'lish, taraqqiy qilish ahvolini yozgan. Endi optonom shu gapni deyishga maqsadi va men sizlarga hozir demoqchi bo'lganim, sizlarni usulul fiqhni boshlagan ekansizlar. Biz so'zlagan yuqorqi 2 darsdagi usulul fiqh haqidagi tushunchalar bilan kifoyalanib qolmay, shu mabadi kitoblarga yurish qilib, shu fanning umumiy ahvolidan to'liq xabar topsanglar, inshaalloh usulul fiqhni tushunishinglarga nisbatan ahamiyat bo'ladi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.